Rozetkalarda faqat devorga emas, polga ham o'rnatish mumkin desam ishonasizlarmi? Qaranglar, mana bu polda rozetkasi hisoblanadi. Kafel terilganda yo plita terilganda shu suv o'tmaydigan xonalarda, ofislarda, shu do'konlarda ichiga pol qismiga shunday montaj qilib qo'yib yuboriladi. Bitta ochilganda rozetka chiqaveradi. Troyniy tort, udinitel tort qilib yo'l o'rtasida sim qilib yotilmaydi. O'sha kerak bo'lgan mahal qayerdandir foydalanish mumkin bo'lganda, mana shuna yechimlardan qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Buni kattaroq variantlari bor, keyin bunaqangi temirli varianti bor. Bu ham bunday qilganda ochiladi, ichiga tushadi, foydalanib bo'lib keyin mana bitta yopib qo'yasizlar. Bunaqangi xonani kafellari bilan, ofis kafellari bilan bir xil bo'lib turaveradi. Umuman sekretli. Agar kimga qiziq bo'lsa, 90 kodi bilan 407 4000 raqamlariga aloqaga chiqsanglar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Bemalol dastavka qilib beraveramiz. Bunaqangi ofis noylarga bunaqangi variantlarimiz ham bor. Bularda o'sha mebel yasalayotgan mahalla tochka ochib turib, ichiga qo'yib ketilinadi. Keyin shunaqa qilib bemalol foydalansak bo'laveradi. Narxlari ham arzon, bular 239 ming so'mdan sekretli bunaqangi rozetkalar.